Oldinda aytib o'taman, OT 10 pul garant Liboy bilan Liboy joyda bu narsani isbotlab berishim mumkin. Liboy joyda. Nima sabab o'zimga ishonaman? 100% narsa yo'q. Hozir negativ keladi, shu joydan bilindi, biliming qanaqaligi juda negativ. Liboy joyda isbotlayman senga 10 pul garanti borligini va shu kungacha isbotlab kelyapman. Birinchi navbatda nastroykasi 0, 03, 02, 025, 05, 1, 1.5. Ya'ni bu bizada birinchi navbatda 0 bilan 1 bu maksimum minimum 0.5 ga yaqin qoldim bo'ldi. Tayyorlanish kerak va tasdiq qarab ushbu zonadan entry qilinadi. 0.5 bu tayyorlanish, mana shu oralikdan biza tasdiq qarab entry qilishimiz kerak. Misol ko'rsatib o'taman. OT dan ishlatish prinsipi bor. OT tasdiqni ichida tasdiq bilan kirishimiz kerak. Maksimum minimum oldim. Narx ichki likvidni yechib, tasdiqni ichida tasdiq shakllantirib berdi biza uchun. Mana nuqtamiz. Ya'ni maksimum minimum ichki likvidni yechib, tasdiqni ichida maksimum minimum shakllandi va OT dan reaksiya oldi va yana bizda maksimum minimum shakllandi va narx tushdi. 0.5 ni orasida biza FVG zonamiz, FVG da biza tasdiq qaradi. OT ni ichida yana OT va bizda entry model maksimumgacha ideal target. Liboy joyda isbotlayman deb aytaman va bundan keyin ham shu narsani aytib kelaman. Ichki likvidni yechilishi va tasdiqni ichida tasdiq entry qilish bu ideal tasdiq bo'ladi. Keyingi videoda nimani isbotlab ko'rsatay, bu narsani kommentga yozib qoldiringlar.